Avvalgi dasturlarimizdan birida Samarqand shahrida haydovchi piyodalar o'tish joyidan o'tayotgan 8 nafar fuqaroni urib yuborib, ayanchli yo'l transport hodisasi sodir etgani haqida xabar bergan edik. Oqibatda piyodalar turli darajada tan jarohat olishgan. Ular orasidan 33 yoshli ayol shifokorlar ko'rsatgan tibbiy yordamga qaramasdan hayotdan ko'z yumgan. Jinoyat ishlari bo'yicha Samarqand shahar sudida ushbu holat bo'yicha sud ishi yakunlanib, sudlanuvchiga hukm e'lon qilindi. Hozir shu haqida. Qanaqa imkoniyatlarimiz bor? Muhtaram sudya, marhuma umr yo'ldoshim bir oy qolganda diplom olishiga. Avtohalokatda vafot etgan 33 yoshli ayolning turmush o'rtog'i sud majlisida so'z oldi. U haydovchiga nisbatan og'ir jazo berishni so'radi. Inson taqdiri yerida bir oila parokanda bo'lyapti. Bu yerda nafaqat marhuma hayoti o'tib ketyapti. Bu yerda 3 ta qizni taqdiri. Oilam meni noto'liq bo'lib qoldi. 3 ta qiz katta ertaga onasiz degan tanqan bo'ldi. Avariyada 2 farzandim ham ayolim bilan birga edi. Ular hali ham og'ir holatda shifoxonada, dedi jabrlanuvchi. Ayniqsa moddiy zarar bilan ma'naviy zararim meni juda ham baland. Moddiy zararim bo'lganicha bo'ldim o'zim. 5 oydan beri shug'ullanaman. Qizlarim bilan har kuni valysa, har kuni tekshiruvlar. Agar esingizda bo'lsa, joriy yilning 11-aprel kuni tungi soat 20:00 larda Samarqand shahrining Rudaki ko'chasidagi piyodalar yo'lagida sodir bo'lgan mazkur fojiali holat ko'pchilikning e'tiborini tortgan edi. Katta tezlikda harakatlangan Lacetti haydovchisi piyodalar yo'lagida to'xtamay, yo'lni kesib o'tayotgan 8 nafar piyodani urib yuborgan. Natijada 8 kishi turli darajada tan jarohatlari bilan shifoxonaga yotqizilgan. Shifokorlarning sa'y-harakatlariga qaramay, 33 yoshli ayol hayotdan ko'z yumgan. Tezligingiz esla olasizmi, necha edi? Tezlikda harakatlanib kelayotganingiz? Eslomim 30 atrofiga. 30 atrofiga? Neyse, uchimizning avtomashinasi mehmonxonaga kirgani sabab orqasidan olmayman degan holat bo'ldi. Foydani buzib, o'ng qo'l tarafga mashinani olib qochdim. Bugun jinoyat ishlari bo'yicha Samarqand shahar sudida 29 yoshli haydovchiga nisbatan yakuniy sud majlisi bo'lib o'tdi. Siz avtomashinada bir o'zingiz edingiz? Avtomashinada bir o'zim. Sud protsessiga raislik qilgan sudya Zarifa Ahmedova ishdagi dalillarni tahlil qilib, so'nggi hukmni e'lon qildi. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 266-moddasi 2-qismi bilan 3 yil muddatga transport vositalarini boshqarish huquqidan mahrum qilib, 7 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Sudning hukmiga ko'ra sudlanuvchidan jabrlanuvchilar foydasiga moddiy va ma'naviy zarar ham undiriladigan bo'ldi. Jabrlanuvchi Rahmatov Shuhrat Bahriyevichning foydasiga 50 million so'm miqdordagi moddiy zarar marhuma Shokirovaning ta'ziya marosimlari xarajatlari pullari hamda 150 million so'm ma'naviy zarar undirilsin. Jabrlanuvchining qonuniy vakili Tayirov Amirbek Alamjonovning foydasiga 300 ming so'm moddiy zarar hamda 15 million ma'naviy zarar undirilsin. Jabrlanuvchining qonuniy vakili Rashidov Xushvaqt Latipovich foydasiga 9 million 816 ming so'm moddiy zarar hamda 30 million so'm ma'naviy zarar undirilsin. Mo'tabar Nurmuhammedova, Ozodbek Nurmuhammedov, Samarqanddan.